Maxfiy urush. Avtori Robert Spalding. Kirish so'z. G'arbda bilim amaliy xotirlangan arxiv materiallarga tayinadi. G'arb tarixi har qaysi davlatlar qonuniga binoan ijro qilinadigan hujjatlar va yilnomalar bilan to'lgan. Amerikada uchur erkinligi qonuni hatto Amerika hukumatining muayyan paytda hukumat kontrolligidagi uchur va hujjatlarning oshkorlanishini taqozo qiladi. Biroq bu vaqtdagi ijroati g'arbdagi an'ana bilan tubdan farqli bo'lgan bir davlatning tarixi va hokimiyat yurgizishini dalil paketli holda qandoq o'ttirg'a qo'ysiz? Agar bundaq bir davlat o'z maxfiyatliklarining oshkorlanishini xohlamaydigan bo'lsa, siz uning nimalarni qilganini qandoq bilasiz? Agar bu davlat hukumatning uchur oshkorlash qonunining cheklimasiga uchramaydigan bo'lsa-chi? Men uzoq zamonlardan beri Xitoy Kommunistik partiyasi to'g'risidagi voqeliklar va ularning maxfiy sistemasi haqida ko'pchilikka ma'lumot berishni o'ylashgan bo'lsam-mu, bunda qilishga fursatim bo'lmay kelgan edi. Bu kitob Kommunistik partiyasining maxfiy hikoyalarini suv yuziga ilib chiqish yo'lidagi tirishchanligimning samarasidir. Bu kitob orqali umid qiladiganim boshqalarning bu haqdagi maxfiyatliklarni oshkorlashga intilishiga vasila bo'lishdan iborat. Chunki ularning hayotiga va taqdiriga soya tashlayotgan tahdid bizning Xitoy Kommunistik partiyasidan asta-asta munosabatimizni o'zishimiz orqali pasiydi. Albatta bu yerda yana bir mumkinchilikmi bor. U bo'lsa-mu, navoda biz Xitoy Kommunistik partiyasidan chek-chegaramizni ayirmasak. Xitoy Kommunistik partiyasi G'arb dunyosining qoida-mizonlarini buzib tashlashga quturayotganligi natijasida biz so'z erkinligimiz va boshqa jihatdagi erkinliklarimizda bargancha cheklamaga uchraydigan holga tushib qolamiz. Mushundaq kuniga qolgan chig'imizda bu kitobningmi, hatto Amerika qonuningmi hech bir ma'nosi qolmagan bo'ladi. O'qirmanlarning bu kitobni o'qishini amalning baricha osonlashtirishni maqsad qilganligim, shundaqla bu kitobni yezib chiqish uchun suhbatlashgan yuzlarcha kishining nurg'unlari o'z salohiyatini oshkorlamasligimni umid qilganligi sababli kitobni naql manbasi askartilmagan uslubda yezib chiqdim. Kitobdagisi mening erishgan ma'lumotlarimning ozg'in bir qismidan iborat. Bu kitob maxfiy urushni avomning nazarida namoyon qilishdan iborat jiddiy ehtiyojni qondirish uchun yozilganligi. Kitobni ensiklopedik xususiyatga ega qilishni maqsad qilmaganligim sababli yuqorqidek yo'l tutishni tanladim. Xitoy Kommunistik partiyasining qorong'u taraflarini texmi cho'nqur holda paketlik ravishda o'ttirg'a chiqarishni va bu vaqtdagi zarur bilimlar bilan ta'minlashni, davlatimizning va u kepillik qilgan erkinligimizning davomlashishiga yordam berish uchun kuch qatadigan kelgusidagi vatanparvarlarimizga qoldirib qo'ydim. Muqaddima. Men ko'z bo'yamchilik taktikasi to'g'riliq ko'p narsa bilmayman. 1998-yili Arvoh B-2 tiplik maxfiy bombardimonchi urush aeroplanining uchquchilik mashqiga qatnashishga boshladim. Bu bombardimonchi aeroplan dunyoda maxfiy bombardimonchi degan nom bilan mashhur. B-2 bombardimonchi aeroplani ayni chog'da Amerika havo armiyasi qurol-yaroq skladidagi ko'zni qamashtiradigan $1,000,000 qimmatiga ega yuqori texnologiya saplangan urush aeroplani bo'lib, kelgusidagi asrlardan hozirga qarab uchib kelganda ko'rinadigan oliy darajalik
yangi qural hisoblanadi. Aeroplan gavdasining umumiy qismini shakllantirgan әгмі layihə aeroplanning radar sistemasi tarafidan qo'yib berilgan kuzatilguchi jismlarning izini qo'g'laydigan elektr magniti tarafidan bayqilib qilinishini saqlaydi. Mundaqcha aytsaq, mən hər bir hərbiy strategiyachining düşmanga ko'rinmaslikdan iborat tushuning amaliyoti bo'lgan bir aeroplanni haydashni o'rgandim. Aqsaray Maslahatchilar Birlashmasi komitetining Xitoy ishlari bosh strategiyachisi, Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi amaldori, Amerikaning Xitoyda turishliq mudofaa xodimi qatorliq vazifalarni o'tagan. Eng oxirida Aqsarayda strategiyalik plan baş direktorluğu o'rnidan xizmatdan ayrilgan men 20 yildan keyin mening davlatimga qartilgan, batlangan boshqacha bir xil maxfiy quroldan cheksiz armonsizlandim. O'tgan 40 yil mobaynida Xitoy Kommunistik partiyasi noiti ustalik bilan o'yin o'ynab keldi. Qarmoqqa to'limi murakkabda ko'rinadigan bu o'yinni amaliyotda oddiy ko'z bilanmi bayqab olg'ili bo'ladi. Xitoy Kommunistik partiyasining bu o'yinining maqsadi dunyoni o'z kontrolligiga ilish va olamda o'z ta'sirini tiklashdan iborat bo'lib, Xitoy Kompartiyasi bu maqsadini hech qanday harbiy chiqimsiz holda amalga oshirmoqchi. Xitoy Kommunistik partiyasi hech kim bayqab ololmagudak maxfiy usullar orqali texnologiyaga ega bo'lib keldi. O, o'zi erishgan texnologiyalarga uni taraqqiy qildirish uchun bir sentmo xajlab baqqan emas. Xitoy har xil amallar bilan dunyoning suv transportini kontrol qilib oldi. Bizning shirkat va fan texnika tajribaxonlarimizga suqunib kirib oldi. Amerikalik mablag' solg'uvchilarning puli bilan o'z davlatida zavod va korxonalarni qurdi. Bu az kelgandek, mal egisidan o'g'ir kuchlik degandek, Xitoy o'ziga mablag' qilib selingan ashu pullarning o'z egilikidan chiqib ketmasligi uchun muttahamlik qilishni davomlashtirib keldi. 21-asrdagi milliy davlatlar orasida yuz beradigan urushlar bilan 19 va 18-asrda yuz bergan urushlar orasida osmon zimin farq bor. Bomba va o'q orqali qilinadigan urushning o'rnini iqtisodiy, pul muomala, uchur, yasimichilik, ul muassasa qurilishlari va tor aloqa qatorliq sohalardagi kurashlar oldi. Kunimizda yuqorqi sohalarning kontrolligini qo'lingizga tushirganingizda siz bir paymi o'q etilmay turib qilinadigan bu urushda g'alaba qila olasiz. Mana bu to'lama oddiy logikalik strategiya hisoblansimi, ming afsuski g'arbdagi liderlar bu reallikni to'nib yetishga xam kelib qoldi. G'arb dunyosining siyosiy, harbiy korxonchilik va moliya iqtisod sohasidagi rahbarlari bizdek holda Xitoyning bu darajada ustalik bilan o'ynayotgan o'yinining mohiyatini aniqlay olmadi. Bu rahbarlar urush degan urush maydonida miltiq, zambirak, o'q va bombalar orqali qilinsa, andin haqiqiy urush bo'ladi deydigan Taypunamning zamonidagi ko'ni ko'z qarashlarni texicha ko'tirib yurishmoqda. Ularning bu tushunchasidan ajablanib ketishkimi bo'lmaydi. Halbuki Xitoy Kommunistik partiyasining strategiyasi xilma-xil taktika, hiyla nayranglarni ishqa selib, boshqa xil usulda urush qilishdan iborat. Xitoy Kompartiyasining bu xil hiyla nayranglarning markaziy nuqtasi o'g'irlash, tahdid selish, iqtisodiy jihatda vayron qilish, butun yer shari miqyosida ul muassasa qurilishlarini monopol qilish bo'lib, Xitoy bu orqali o'z ta'sir doirasini dunyoning hamma yerida kengaytish yo'lida ketyotidi.
Мән әйдеген B-2 бомбардыманчы аэропланға оқшаш Қытай Коммунистік партиясының мәхби ұрышы, әмілиетті кішінің көзі көріп, құлық аңлаштың мәхби әмәс болып, әсліді о, әмі кіші көрәлейдіған жайғы өшірінған. Ондақты біз қандақсыға оны көрәлмедік. Мен бұндақ дейіш арқылық мәлім бір сияси партияны әйіплімәкчі әмәс. Cumhuriyetçiler ve demokratlardan ibaret ikkili partiyaning sarxillari bu haqdagi normalsiz ahvolni bayqab yetolmadi. Men ularning bayqay olmasligida qasdallik bor yo'qligini bilmayman. O'z vatandoshlarga ko'ngil biladigan vatanparvarlardan biri bo'lish sifatim bilan mening hammadan bak ko'ngil biladiganim bu davlatning xalqini va bu davlat qurilgandan buyon mavjud bo'lib turayotgan qimmat qarshini qo'g'dashdan iborat. Balkim Xitoyni Amerikaning qonunidan boshqa hech narsa qo'rqitolmaydigan bo'lishi mumkin. Bu nuqtani Xitoyning davlat raisi Xi Jinping o'z og'zi bilan aytgan bo'libli qolmay, bu kitobda men oshkorlamoqchi bo'lgan Xitoy hukumatining ichki hujjatlarimi aniq holda so'z erkinligi va diniy erkinlikdan iborat Amerikaning asosli qimmat qarashlarining Xitoy Kommunistik partiyasining beokrat hokimiyati uchun tahdid elib kelguchi omil sifatida ko'rsatilgan. Xitoy Kompartiyasi yuqorqidek erkinliklar Xitoy puhralari orasida aslo yildiz tatmasligi, bu erkinliklar hech bir zaman Xitoy xalqining huquqi bo'lmasligi kerak deb qaraydi. Xitoy Kommunistik partiyasining bizning kishilik huquq qonunlarimizga va boshqa qonuniy kapolat tuzumimizga chish tirnoqi bilan o'chmanlik qilishidan erkinlikning qadr qimmatini biladigan har bir kishi vahimaga tushishi kerak. Mana bu mening bu kitobni yozishimdagi asosli sababdir. Men Xitoyning maxfiy urushidan va uning iqtisodiy, harbiy, diplomatiya, texnologiya va ul muassasa qurilishlari qatorliq 6 sohaga kuchini markazlashtirish orqali dunyoga hukmronlik qilish strategiyasidan dunyoni ogohlantirmoqchiman. Xitoy o'zining Amerika siyosiyonlariga va korxonalarga ta'sir ko'rsatish g'arziga yetish yo'lida yang shimaylab kelyotidi. Navoda Xitoy bu g'arzini amalga oshira olsa, ma'lum siyosiyonni yoki ma'lum siyosatni taqdirlash, siyosiy ko'zqarashlarni ifodalash, hukumatning huquqini qalaymaqon ishiltishni yoki yetarsizliklarni pash qilish, o'zimiz xohlagan xohishni aytish, o'zimiz xohlagan sohada cho'nqur tadqiqot ilib berish, xohlagan torbatni ziyorat qilish, o'zimiz to'g'ri deb qaragan ideologiyaga isilish degandek, biz cho'qim bo'lishga tegishlik deb qaraydigan erkinliklarimiz hujumga uchraydi. Amerikaning iqtisodiga kelsak, ya'ni Xitoy Amerika siyosiyonlariga va korxonalarga ta'sir ko'rsatish g'arziga yetib olgan taqdirda Xitoy Kompartiyasining bizning kapitalimizdan foydalanib, bizning prinsipal manfaatlarimizga chang silish tipidagi nayranglari sabablik iqtisodimiz izchil ravishda ojizlashidi. Savdo shartlarimizmi barg'ancha chingib ketadi. Xitoy ishlab chiqargan mallar marketlarimizni qaplab, Xitoyga manfaat yetkazadigan savdo tangpongsizligi texmo avj elib ketadi. Xizmat tepish bozorlari palach holga tushib, o'ttirchi kirim saviyamiz tuvanlab ketadi. Bizning eng talantli kishilarimiz sepi o'zidan Xitoy Kommunistik partiyasining mulki hisoblangan Xitoyning egiligidagi korxonalarning qo'l cho'maqchilariga aylanib ketadi. Shu chaqda Xitoy Kommunistik partiyasining Washingtondagi siyosatga ta'sir ko'rsatish uchun sharqitib hajlayotgan pulining natijasi sababli Xitoy paras raqiblarga taqobil turishga tirmashayotgan Amerika siyosiyonlari o'zlarining Xitoy Kommunistik partiyasi tarafidan setib olingan
va bodab beqilayotgan kasbdoshlarining qarshisida turganligini bayqaydi. Yuqorqilarga o'xshash nisbatda qo'rqinchli bo'lgani, Xitoy Kompartiyasi o'z byurokrat kuchini ishqa selib, tarixiy faktlarni qaytadan yasab, tarixni qayta yezib, tarixiy haqiqatlarni burmalaydi. Xitoyning tarixiy faktlarni ostin-ustin qilib o'tadigan bu xildagi qilmishlarini maxsus tadqiq qiladigan akademiklar o'z ichida chaqchaq qilib, Xitoy Xalq Jumhuriyatini unutqaqliq Xalq Jumhuriyati deb ataydi. Tarixni o'zgartiradigan bu kompyuterlashgan davrda davlat miqyosida unutqaqliqni barpo qilish faqat mausning o'ng tarafdagi knopkasiga mujassamlashgan. Kesish, chaplash va o'chirib tashlash bosqichlaridan iboratdir. Gillen Tifretning As önkürni kuzatish nomidagi tadqiqoti kishini to'limi jalb qiladi. Bu tadqiqotda Xitoyda danqi bor ma'lum bir qonun jurnali manba qilingan bo'lib, maqolalari to'rga qo'yilgan bu jurnalning maqolalari orasida qonun bilan idora qilish huquqining dafsanda qilinishini pash qiladigan bir maqola bo'lmagan. Ya'ni avtordan askartish. Qonun bilan idora qilinish huquqining dafsanda qilinishi bir davlatdagi demokratik tuzumning mukammallik darajasi to'g'risida muhokama yurgizishni ko'rsatadi. Qonun bo'yicha idora qilinish deganda, birinchi qonunning hammadan ustunligi, hech kim qonundan ustun emasligi. Ikkinchi, davlat rahbarining siyosiy raqibini yoki o'zini tanqidlaguchini arz qila olmasligi. Uchinchi, davlat rahbarining adliyaning mustaqil mavjudligiga hurmat qilishi qatorliq 3 omil ko'zda tutiladi. Navada qaysi bir davlatda mushu 3 omil dafsanda qilinsa, bu ashu davlatning diktator yoki diktatorlikqa yaqin davlat ekanligini, u davlatning qonun tarafidan emas, inson tarafidan idora qilinganligini ko'rsatadi. Bu xildagi maqolalarning ilmiy maqola e'lon qilinadigan jurnalda bo'lmasligi Xitoyning o'zini qonun bilan idora qilinadigan adolatlik davlat qilib ko'rsatishiga bo'lgan tirmishining alomati hisoblanadi. Shu vajidan qonun idora qilinishning dafsanda qilinishiga oid maqolalar mazkur jurnaldan o'rin olmagan. Tifret mundaq yozadi. Atila qilib aytsak, Xitoy hukumati texnologiyaning kuchini suiiste'mol qilib, o'z davlatida qo'llangan to'g'ri eglikini chet eldimi ishqa solgan. Xitoy dunyoning har qaysi joylaridagi kuzatuvchilarni ahmoq qilib, ularning Xitoyning o'tmishdagi, hozirgi va kelgusida qiladigan turli tuman qilmishlariga bo'lgan ko'z qarashlarini ostin-ustin qilib, bu g'arblik kuzatuvchilarning hech qanday qo'shilishi yo'q ahvol ostida ularni o'rtaq holda Xitoy Kompartiyasining qop-qora tarixini oqlash, Xitoy Kompartiyasining o'zini chiroyli ko'rsatadigan safsatalarini xalqaralashtirish tipidagi planiga hamdam chiqilib olishga tirkashgan. Agar Xitoy o'zining g'arazlariga muvaffaqiyatli yetalsa, oqibatda davlatimizni shakllantirgan prinsiplardan tamoman mahrum qolgan bir Amerika barliqqa keladi. Yuqorqilarning hammasi bizning oldimizda lo'ng'ida paydo bo'ladigan yerginishlik natijalardir. Biz bundaq qabiliklarning oldini oladigan tadbirlarni ishqa solmasak, bu xil natijalar faqat vaqt masalasidan iborat bo'lib qoladi. Xitoy Kommunistik Partiyasi yer sharida yurgizayotgan siyosatlar necha 10 yillardan buyon o'z natijasini ko'rsatib keldi. Xitoy Kommunistik Partiyasining navbatdagi huquqparast rahbari Shi Jinpingning yetakchiligida Xitoy dunyoning texnologiya podshoyi bo'lishga, to'g'ri televiziya bozorlarini changiliga ilib olishga, diktator ijtimoiy kontrol nayranglarini taraqqiy qilayotgan allarning rahbarlariga eksport qilishga hadab tirishmoqda.
Bu kitap noqul ogohlantirish signali chelib qo'yishni maqsad qilgan emas. Kitapda yana Amerika va dunyodagi boshqa erkin davlatlar Xitoyning maxfiy urushiga qarshi qanday jang qilish, uning maxfiy urushini qanday bitchit qilish to'g'risida tafsiliy ma'lumotlar mavjud. Men bu orqali 250 yildan beri Amerikaning va dunyoning davomlashib kelgan asosiy qimmat qarashlarini qo'g'dab qola olishimizni umid qildim. Bu qimmat qarashlar Amerika prezidenti Franklin Roosevelt va Angliya bosh vaziri Winston Churchill Atlantik nizomnomasida belgilagan so'z erkinligi, din erkinligi, ehtiyoj erkinligi, qo'rqinishdan amin bo'lish erkinligidan iborat 4 asosiy erkinlikdan iborat. Şunlaşqı mən köpçilikdən bu kitabni Xitay Kompartiyasının bu məxfiy urushni qandaq elib beriyotganligini dastlabki qadamda tushunishidiki, Xitay Kompartiyasının g'arb davlatlarini kontrol qilish qadamini qandaq qilib qadam-qadam to'sib qolg'ili bo'lishni bilib olishidiki, dastlabki o'qishliq deb qarashni kutaman. Shuning bilan bir vaqtda bu kitobda kishini cho'chitadigan ogohlantirishlar mavjud. Agar biz o'zimizning iqtisodini, davlat bexatarligini, tadqiqot organlarimizni va erkin jamiyatimizni Xitoyning maxfiy urushidan qo'g'dashda tez va keskin javob qaytarishdan bo'sh kelib qolsak, u holda biz navbatdagi Xitoyda mavjud bo'layotgan qo'rqinchliq tushga o'xshaydigan hokim mutlaq jamiyatiga yem bo'lib ketamiz. Xitoydan iborat diktator davlat bizning hayotimizni, o'y-xayollarimizni, kim bilan ko'rishib, nimalarni da'vatqanligimizni ko'zitib turadigan. Navoda bizning gap so'z, ish-harakatlarimizni to'g'ri ko'rmasa, bizga qarshi harakat qo'llanadigan holat shakllanadi. Ba'zi qusurchilar meni vahima paydo qilg'uchi yoki qildak ishni pildak ko'rsatib, tuxumdan tuk undirguchi deb ayiblashi mumkin. Bundaq kishilarda bir chaqlarda mandumi yuz bergan ko'zi ochiq qarg'uliq holati mavjud. Men o'zimning ilgari nemishqa Xitoy Kompartiyasining tajovuzchiliklardan shunchavala bexabar holatda bo'lganlik, shundaqla dunyoning bu tajovuzchiliklarni nemishqa ilgirki manga o'xshash ko'zi ochiq qarg'udak ko'rmay yurayotganligi to'g'riliq izdandim. Amdilikda men buning sababini tepib chiqdim. Bundaq bo'lishining sabablaridan biri o'zini cho'ng tutishdan iborat ekan. Biz o'zimizni va o'zimizning davlat sistemasini haddidan ziyoda soddalarcha cho'ng bilamiz. Biz o'tmishda birdek holda Amerika mayli ijtimoiy, iqtisodiy qurilmada, mayli harbiy jihatda, mayli siyosiy qurilma jihatda, hamma jihatda dunyoning eng nochisi deb ishinib kelgan. Bu hol bizni boshdan oyoq o'zimizga qattiq ishonadigan, har qanday xirisga taqobil tura olamiz deb qaraydigan qilib qo'ygan. Biroq bundaq o'ziga ishonishning burnining uchini ko'rganlik bo'ladiganligi isbotlandi. Biz toki bugunga qadar o'xshash o'yda. Texi bu xil ko'rangligimiz teximi oshmoqda. Xitoy Kommunistik partiyasining intayin yuqori saviyada yolg'onchilik ta'limoti olgan kasbiy yolg'onchi ekanligi bundaq bo'lishimizning yana bir sababi hisoblanadi. Biz o'zimizning ochko'zligi va yer sharilishish tushimiz sabablik erkin savdo tabiiy ravishda byurokratlik kishilarni pochaqlab tashlaydi va byurokratlarni demokratiya yo'liga boshlaydi degan o'yga o'zimizni ishontirib keldik. Xitoyning arzon emgak kuchi, arzon baholiq mol, pay cheki bahosini yuqori ko'tarish qatorliq va'dalari bizni behush qilib keldi. Biroq yuqorqidek va'dalardan behushlanış sabablik
ясымчылыктагы üstünligimiz va boshlamchiligimizni haqqa tashlab berish orqali boshqalarga tayinib qilishning aksidagi mustaqilligimizdan ayrilib qoldik. Xalqimizga osiylik qilib, ularni xizmat tepishda qiyinchilikqa uchratdik. Natijada biz Xitoy tarafidan o'ynalib keldik. O'ziga selingan mablag'ni asla boshqa yoqqa midir-sidir qildirmaslikda ching turadigan bir davlatga mablag' selishimiz aslida yonchuqimizdagi pulni xalqning sug'urib elib olishiga qarab turganligimizdan yoki texmi aniq qilib aytganda davlat xazinasini volang-talanga tashlab berganligimizdan iborat. Amerika, boshqa g'arb davlatlari va barliq demokratik davlatlar navbatda 2 dunyo urushidan buyonqi eng cho'ng tahdidga duch keldi. Bu Amerikaga va dunyoga mislsiz darajada ig'ir ziyon keltiradigan tahdiddir. Bu kitobimning va bu kitob o'yg'atgan kishilarning, ya'ni Xitoy Kompartiyasidan iborat bu g'oyat zo'r byurokratlik mexanizmining yo'lini to'sishga, shundaqla u navbatda bizga qarshi elib berayotgan maxfiy urushiga qarshi turishga ulgura olishini umid qilaman. Davomi bor. İnglizcedən tərcüm qilg'uchi Hikmatyor Ibrohim. Manba Uyg'urlar Tor jurnalining 14-sonidan elindi.